Hormanglar. Mana issiq kunlarda sizlarga sayohatga bepul biletlar tayyorlab qo'ydim. To'g'ri topsalaring, xudo xolasa sayohatga yuboraman o'zimdan. Ana bizga nimalar tayyorlab qo'yishdik-a? Qani olingchi. Oo, Nima deb yozilibdi? Qirg'izistonda ko'rik tashkillash. Boramizmi? Boramiz. Hurmatli qirg'izistonliklar va u shahar aholisi diqqatiga. 2 avgust kuni Doktor Ahmedov jamoasi o'z qabulini e'lon qiladi. Bizning jamoamizda logoped defektolog, neyropsixolog hamda neyrovetolog o'z konsultatsiyalarini olib boradi. Agar farzandingizda DSP, ZPR, autizm, RAS, gidrosefaliya, mikrosefaliya, shuningdek boshqa nevrologik kasalliklar bo'yicha muammolar bo'lsa, bu qabulimiz aynan siz uchun. Shuningdek, 2 yoshdan undan yuqori bo'lgan bolalarda nutqiy kechikishlar, nutqiy aqliy rivojlanishdan orqada qolish, diqqat buzilishlar bo'yicha qabulimizni olib boramiz. Qabul soni cheklangan. Farzandingiz uchun o'z joningizni band qiling.